Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Koshta va Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen bilan Bryussel shahrida rasmiy muzokaralar o'tkazdi. Bryusselda Yevropa Ittifoqi rahbarlari bilan muzokaralar chog'ida prezident To'qayev Qozog'iston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar juda yuqori darajada ekanligini ta'kidladi. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Koshta Qozog'istonning geografik joylashuvi, noyob tarixi va madaniyati uni Yevropa va Osiyo o'rtasida ko'prik qilishini ta'kidladi. Bryusselda jami 12 milliard dollardan ortiq tijorat shartnomalari imzolandi. Yevropa Ittifoqi Qozog'istondan neft, uran, noyob yer metallari va muhim xom ashyolarni talab qiladi. Qozog'iston prezidenti Yevropaga xom ashyo yetkazib berishni kengaytirish bo'yicha investitsiyalar va texnologiyalar evaziga strategik resurslardan foydalanish tamoyilini ilgari surgan. Yevropa Ittifoqi muhim xom ashyolarga kirish, Rossiyani chetlab o'tuvchi mustaqil savdo yo'llarini yaratish va mintaqadagi boshqa yirik davlatlarning ta'sirini cheklash uchun Qozog'istonga investitsiya kiritadi. Yevropa Ittifoqining Qozog'istonga investitsiyalari oddiygina monetar foyda olish emas, balki o'z iqtisodiyotini zamonaviy tahdidlardan himoya qilish, ya'ni sanoatning omon qolishi uchun tashlanayotgan strategik qadam sifatida baholanadi. Islom ummati strategik tovarlarga ega. Agar ular to'g'ri ishlatilsa, G'arb global iqtisodiyotining asosiy nuqtalarini nazorat qilish imkonini beradi va o'zi xohlagan shartlar, majburiyatlar va narxlarni joriy qila oladi. Mustamlaka mamlakatlari asosan musulmon mamlakatlarning boyliklari va resurslari hisobiga yashaydi. Ular islom ummati tanasidagi parazitlarga o'xshaydi. Agar musulmon mamlakatlarga chuqur kirib borayotgan hayotiy arteriyalar to'sib qo'yiladigan bo'lsa, G'arb mamlakatlari tezda qulaydi. Islom ummati ulkan resurslarga ega bo'lib, uning salohiyati va imkoniyatlarini yo'naltiradigan va uni munosib mavqega qaytaradigan, ko'p asrlar davomida bo'lgani kabi, uni dunyodagi yetakchi kuchlardan biriga aylantiradigan xolis rahbar, adolatli xalifa yetishmayapti xolos.